isil meyveler bağda oxşaydı. Meyve şerbetleri abide zavodi da oxşaydı. Aldı bilen meyveler tavlanıp şerbet kılınıdı. Ak ügütlerden botulki yasılınıp kaçılaşık tayarlanıdı. Andın şerbetlerge iş qetilip, ixlas bilen pakiz muhitda aqmil liniyada bu botulkilar kaçınlandı. Çıraylık marka orludu. Ahıda top bilen tuşulup, jay-jaylarga, teşna dillarga meyvelerinin isil təmi yetkizildi. Bu jarayonlarning hammasi abide zavodi tamamlandı. İşenç ve isil tem abidede. Abide meyve şerbetleri. Sağlamlık hem güç kuvvetli tepin undun. Bunu bilen barcha güzel sağlam tende sabbaqi taşkın. Onun eti taşkın. Ten ruzuqi aqsildi. Ten huzuri taşkındı. Eri hem yaş yigit kızla güdekki yaksın. Sağlamlıqni söygenler hem taşkınni tapsın. Taşkın. Assalomu alaykum Misranim To'rining aziz ishtirokchilari. Misranim To'ri Sirdoshlar ko'znik programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Yaqinqi bir qancha kun ichida Ali muallim to'g'risida undidorlar, tor bekatlar, bas munozirlarga to'ldi. Ali muallimning fikrini to'liq muayyanlashtirganlar shundaqli fikrni inkor qiluvchilar bo'ldi. Biz Ali muallimga yozilayotgan xatlar shundaqli bas munozirlarni ko'rgandan keyin bu qitim Ali muallim bilan bir qitimliq suhbat programmasi o'rinlashtirishni loyiq topdik. Shu munosabat bilan bugun Ali muallimni ziyoratga taklif qildik. Ali muallim bu ochiq xatlarga shundaqli to'rdoshlarning fikriga nisbatan qanday ifoda bildiradi? Buningga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Zvida xanım mundaş bir qanımızın ustozimiz hisoblanadi. Tanqidiy fikrlarni biz qabul qilamiz. Bu yaxshi bir kitap bor. Survivor Personality hayat qilish psixik kitap. Men bu kitapni shaxsan Zvida xanımga tavsiya qilaman. Men pul sep qo'yman emas, urib qo'yim, xapolmang, makipingizni men millatlar universitetida ishlab saptiman, bilmay. Bilim huquqingizga eg'ir nim qildiman, xapolmang desam bo'ladi emasmi? Şuna bu qattiqla put tashlab turgan yep emas bu. O xo'sh, kuldirish bir odamni kuldirish degan bu ajoyib katta ish bu. Payg'ambarimiz boshqalarga kulimsirashni bir savob degan. Saharning mayin shamili epkagan ehson mening xushpurqi qalbimni ixtiyorsiz larziga silib, meni o'sha ehson meyi bilan to'lgan haroratli joyga taqozo qildi. Chunki bu joyda bizning saf va haqiqiy muhabbatimiz opriydi bo'lgan. Ajr mehnatning va yerlik an'ananing hosilati bo'lgan ehson meni shuni abadiy unutmayman. Hayotga jon berguchi ona yurt himmati ehson maylari. Assalomu alaykum Ali muallim. Va alaykum assalom. Hurmatli vaqtingizni chiqarib bugungi ziyoratimizni qabul qilib berganingizga ko'p rahmat. Endi siz yaqindan beri psixologiyaga oid leksiyalarimiz va plastinkalarimiz bilan Uyg'ur jamiyatida muayyan darajada ta'sir ko'rsatib kelyapsiz. Endi ba'zi leksiyalarimizdagi ba'zi ko'z qarashlarimiz Uyg'urlar jamiyatida o'xshash bo'lmagan bas munozara va talash tortishga sabab bo'lib qoldi. Munosabat bilan Uyg'urlarga tanilgan psixologiya fanlari doktori Zvida Abdukarim muallim sizga o'xshash bo'lmagan ba'zi bir tanqidiy fikrlarni berib o'tdi. Endi shu tanqidiy fikrlarga qarata qanday ko'z qarashlarimiz bor shu haqida bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bu inkas tanqid fikrlar hamda o'zim javob sukut qilib, bunday sukutlar o'tkazib o'tadigan sukutmi bir javob emasmi? Zukam yuzammi? 7 kun bo'ldi. Shunda ig'ir zukam. Bu yillik zukam bir nacharg'o. Qazan tufnigan bir telefon kelibdi Aqsudan. Bir ayol limalımmış qizimga birga qilib qo'ysangiz deb. Nima bo'ldi? Yig'lab, shunda limalimni shunda debdi, nim deb unda deb ta'sirlandim. Demak, aşağıdan mening qo'llovchilarim bor, mestonlarim bor. Maxsus mening gaplarim yig'diganlar bor. O'ylab baqsam, men uning qalbida qahramon emasman. Demek mening xunuklashgan altını anglasa, o'zi xunuklashgandek bo'ldi. Bu ruhdagi bir xil holat. Chunki sizning qahramoningiz xunuklasa, sizmi bir xil xunuklashgan bo'lsiz. Xuddi sizning dadingizga haqorat qilsa, balisi xuddi buni o'zini haqorat qilgandek, o'ylagandek. Shuni o'ylab to'xta. Bir vaqtdan vaqt chiqarib inkas qaytaraydi. Ham Zvida xonim kelsak, ham Zvida xonim Uyg'urlar ichida hamda psixologiyada iboratmish penni zo'r umumlashtirgan, mush 3-darajə, 2-darajənin hammasiga shu Zvida xonim o'zi nim qilib
bevosita sababchi bo'lgan 2-daraja 3-daraja deganga hatto mana hanzuvchisini uyg'urcha imtihon beradigan qilgan shu Zvida xonim endi uning ustiga bir endi penda doktor bo'lish degan bek zo'r gap bu zo'r tirishchanlik ketadi shunga Zvida xonim bunday aytgan bizning ustozimiz hisoblanadi tanqidiy fikrlarni biz qabul qilamiz uningda masala yo'q endi yozgan xatlarga kelganda endi sal ilmiyligi yo'q narsani yozib qo'yapti oldirab o'zim mana yozibdi ekan fikam men bunday dedim deb yaxshi debsiz dedim oldirab ketibsiz deb qo'ydim chunki bu 6 qism emasmi 3-chi qismni ko'rsizlar ba'zi bayonlarning o'zi inkor bo'la oladi 3-chi qismdilar bilyapti oldirab ketibsiz dedim endi 4 nuqtada tanqidlabdi birinchisi hamda psixologiyani hukmni almashtirib etdi debdi psixologiyaga Zvida xonimning bergan ta'bir nima desa odam miyasining obyektiv shaylarda aks etadigan subyektiv inkosning mas'ul debdi bu gap hamda 10-20 yilning yog'i deyilayotgan bir o'xshash gap buni hamda bir odammi gapdan tushunib olmaydi nima psixologiya degan nemish qolsa bu jumlaning o'zida 4 xil til bor 4 xil til birlashgan jumlada masalan odam degan gapni o'zi ibroy tildan kelgan admaq deymiz-ku ama echarib o'qilmaydi ibroy tilda admaq deganimiz tuproq degan gap hamda bu tuproqdan barliq keldi deb menda olgan shay degan arabcha gap narsa degan gap bu biz narsaga inkas bildirmaymiz hareketliga vaqaliga inkas bildiramiz arabcha ketdi ming degan uyg'urcha gap obyektiv subyektiv degan xatni o'z bevosita ingliz gap objective subjective deymiz objective degan iv degan sifat yasaydigan qo'shimcha bu objective men psixologiyadan boshqa falsafani yaxshi o'rgangan metafizikada biz obyektiv jism narsa deganlarning hammasini yon oshini bir xiyoliy tuyg'u deb ataveramiz bunday aytganda shu bu jumlaning o'zi 4 xil turdan mundaq tuzilganda bu 4 bir tildan o'ylab baqang tuzilgan bir jumlaning insonga beradigan bir xil tushunish iqtidoriga o to'g'ri kelmaydi dal qarasa uni kitobda yozamiz shunda ammo tushundiradigan masala bor dabtoliqa marhum Voidkam bilan bunda degan shu marhum Voidkamning gapini tirik eli qurban tushundiryotdi ruh ilmi deyapti onun ustiga Zvida xonim o'zimi avval odam deb keyin inson psixikasi deb ikki xil ishlatgan odam degan bayat dedim ibroy tildan kelgan odmaq degan xatdan kelgan inson degan bu arabcha gap buning so'z yiltisi inson buni hamda etimologiyasini izlasangiz jinamas degan xat chiqadi bundan jinamas ham inson degan xat arabchada mehr muhabbet degan xatlar bilan mandaq o'zaro birikib mang'alaydi ularning insonni bir xil mehr muhabbet to'lgan deb manda tasvirlagan mal bevos tuproq deb tasvirlagan tuproq ma'lum manda demak bu ikki xatni ishlatishning o'zi nima desa agar surishtirib kelsak bu xato zo'r bo'ladi ham psixologiyani ham yaqinda balki ham Zvida xonimning vaqti yo'q ko'rolmayotgan bo'lsa kerak masalan mush Amerikadagi dağınlıq universitetlarda ötüdüğü ama Peter Gray'nin kitabını çıkıyordu bular. Peter Gray'nin psixologiya degesi Yale Üniversitesi degenlerde hemmisini işledi. Peter Gray'nin kitabına ait enik psychology, psixologiya degen bizge latinçten kirgen. Psixologiya ama pin okuymayız. Ular pin okumaydı. Psychology dep ataydı. Ama psycho degen xatning o'zi şu ruh degen gap, logi degen şu ilim degen gap, psixologiya, biologiya degandek bir gap bu hamda. Aşılamı düşündürdü. Psych degan ma'nodan kelgan, logi degan study, ilim degan gap, shunday psychology degan shu study of spirit degan xat deb aniq 6-chi nusxasini, 6-chi nashrini ko'z bo'ladi bo'lmasa menda bormi? Evet, bəsəm bo'ladi. İnglizcə hamda. Demek hazır biz qandaq qilyapmiz desa, hozir qandaq davr desa, qancha oddiy tushundirsangiz shuncha yaxshi davr. Ama oddiy tushuntirish shunchalar oddiy emas. Onun uchun siz nurg'un narsalarni bilishingiz kerak. Shunga bu yerda mening ruh ilmi deyishimda hech qandaq xatolik yo'q. Men shu psixologiya degan xatdan 20-30 yilning yog'i bordi. Men shuni tushundirgan vaqtda, uni men tushuntirayotgan odam qandaq odamlar, nurg'un leksiyalarga boramiz,
azroqmi nimadan xabari yo'q. Shu bu xatlarni yeshib tushundirish cho'qim bizga zarur bo'lib qolgan gap. Ikkinchisi ham ruhni o'xshash debdi, deb davron sapdi. Ruh o'xshash bo'lmay nim bo'ladi endi. O'xshash bir zavodning meli. Bir zavoddan chiqamiz-ku, ikki zavoddan chiqamiz ya. Bir zavoddan chiqqan ruh o'xshash. Uning o'zimi bu gapimni qo'llabdi. Bo'lmasa, nim deb tursa, zo'r insonni zo'r o'rtaqlikqa va inson psixik zo'r o'rtaqlikqa va individuallik ega debdi. Ne o'rtaqda ruh o'rtaq. Ammo buning odamda o'xshamagan masalan biz jo'grafiyalik o'rinda turamiz, irsiyat omili va muhit omili va funksiyalizm nazariyasi va taraqqiyot nazariyasi, madaniyat omili va kultur omili va ma oltisi bilan anondekin ruhning ruhi bo'lgan tushuncha, uning bo'lgan tarjimaning farqidan odam farqlanib ketadi. O'zimi debdi, zo'r o'rtaqlik, shu o'rtaqlik ma farq. O'zimni e'tirof qilganken o'zini inkor qilibdi bu gapni hamda. O'ziga deb nima qilsak bo'laveradigan gap. Ondan ham mening eng bir sal ochig'im kelgan yeri, sizlar bunda o'ylasangiz zo'r xatolik o'tkazishinglar mumkin deb nurg'a odamga bir xilqa vahim solgan. Zo'r xatolik. Men nimaga tirishyapman? Men shu yoshlardan qo'rqmay fikr qildigan, ijodchanlik nim qildigan, ko'nlik petib qolmaygan, bir odamninkini chuqum to'g'ri deyolmay, o'zligidan izdindigan, gumoniy nazariya bilan qaralaydigan, xatolik sodir qilishdan qo'rqmaydigan mandaq bir xil ruhni yetildiryapmiz. Biz psixologiyani nima shug'ulimiz? Biz psixologiyani shu insonlarning qalbidagi ojizlikni yo'qitimiz deymiz. Hargizmi zo'r xatolikda vahim xarakterlik, negativlik bu xilqa. Uningda nacharlikni yoki bo'lmasa ojizlikni paydo qilish emas. Biz psixologiyani shuning uchun o'rganyapmiz. Mayada zo'r xatolik o'tkazdi, vahim paydo qilganlikda bu. Voyliqma bir odamni gelin boqqan bilan o'xshash. Shuna bu gipe tulumi bir alqa. Sal o'zimning shaxsiy emas, mushundaq deyishning o'zi bir psixologga xos bo'lmaydi deb qarayman. Endi hozir o'smirlarning qishida qandaylar taraqqi qilyapti bo'lsangiz, resilience asli kelish ixtiyori bor, flexibility deymiz. Shu asli kelish ixtiyori. Bo'yliq yiqilmaydigan emas, yiqilib qo'pollaydigan. Kesel olmaydigan emas, kesel bo'ludi, ammo tiz asli kelalaydigan. Kayfiyat nachar olmaydigan emas, hammadan nachar bo'ldi, tiz asli kelalaydigan. Har xilgan negativlik pas hissiyotlardan tiz asli kelalaydigan mandaq odamlarni, mas ixtiyor kuchli odamlar muvaffaqiyatli deymiz, resilience. Bu vaqtda bu AL Sebert deydigan bir odam bor-ku, bu PhD bu, PhD deymiz shu postdoktor odam bu. Buna yaxshi bir kitob bor, Survivor Personality, hayot qilish psixik kitob. Men bu kitobni shaxsan Zivida xonimga tavsiya qilaman. Endi yana bir nuqta yushrinanga kelib qoldik. Ammo yushrinangni hammadamdan og'izdan olaysiz qarang. Yozuvchimi deydi, buni ba'zi psixologiyalar deydi, psixik maslahatchilarim deydi. Ammo yushrinang degan zot nima, nada tayyanson degan kun to'pi degan narsa bor. U nada ongsiz ongzot qanday keldi yushrinang buni deb birgan odam sanoqliq. Bu yaqin taraqqiyotda nim deyilyapti bo'lsa, yushrinang zal kun to'pining bir xilolati dedim. Kun to'pi degan bir narsa bor, tayyansonchu. Buningda dal yushrinang insonning onglik va ongsolda keltirgan aqliy yekunlari. Masalan, siz dunyoni so'g'uq deb o'ylab olgan bo'lsangiz, yo kichik vaqtingizda ma'lum sabab tufayli dunyosiga so'g'uq degan xiyolga qolgan bo'lsa, siz bir umr shu dunyoning so'g'uq tarafini isbotlab mangsiz. Ya'ni aqliy yekun isbotlab mangdigan gap. Yoki siz odamlarni nacharlashib ketdi deb olgan bo'lsangiz, yoki ota-onangiz sizga bilib bilmay hozir odamlar anda manda deb qo'ygan bo'lsa, bu sizning ongsingiz singib, sizda tabiiyla jamiyatda ashundaq odamlarni yortsiz yoki o'zingiz ashundaq odamga aylanish orqali opangizning kichik vaqt singdirib qo'ygan ongsiz aqliy yekun isbotlab mangdigan manda gap. Eng xatarliki o'zingizga bo'lgan aqliy yekun. O'zingiz kim? Chunki inson o'zini kim o'ylasa shuning aylandi. Bu nuqta degan mana shuning o'zini emas, ma yaqinqi taraqqiyotlardan xabarning bo'lmayotganligi nurg'un psixologlarning. Mening eng cho'ng yushrin quralim nima? Mening eng cho'ng yushrin quralim men
to'xtamay tirishib turma, to'xtamay kitob ko'rma. Ba'zilarning kasbi psixologiya bo'lgan bo'lsa, ba'zilarning kasbi o'qituvchi bo'lgan bo'lsa, ba'zilarning kasbi akademik bo'lgan bo'lsa, mening kasbim kitob o'qish. Men kitob o'qish mening kasbim. Men Amazondan har haftada nurg'un kitob keltiraman. Men shunga dunyodagi eng yangi ideya, eng yengilgan natija, tadqiqotlar men bilan ko'rishalaydi. U endi tarjima qilib, hanzuvchidan uyg'ur nurg'un vaqt ketadi. Masalan, Master Key System 1912-yil chiqqan. Max Yushin ang to'g'riliq qilgan Master Key System. Yoki misol nima? Sirkolni o'qisin bo'ladi, Sirkol chambar degan asarni. Yoki misol Carl Jungning Spirit in Man, ya'ni odam adabiyot va san'atga ruh degan o'qisin bo'ladi. Yoki Anatomy of Spirit ni o'qisin bo'ladi. Yoki misalda Bill Gates tilg'ab degan Bill Gates to'nosa yoki anashni amroq bo'lsa Bill Gatesning bir umr o'qiyman degan bir kitob bor, Steven Pinkerning yozgan Better Angel of Our Nature, ya'ni odam tabiatining yaxshi tarafi deydigan 1026 betlik. Vaqt yetmasa oldidagi 500 betni o'qisin bo'ladi. Vaqti bo'lsa. Shuning hammasida Yushin ang to'g'ri so'zlangan, shuning hammasida mental conclusion deb bo'lgan. Mental deduction deganning shu aqliy yakun deymiz. Shunga bu yerda ezib ketgan. Balkim hamda bu Zvida xonim Freudning nazariyasi bo'yicha ashunga kirib olgan bo'lishi mumkin. Freud nazariyasi Freud hamda bir avliyo emas, yoki payg'ambar emas, bu gap qilib qo'ysa cho'qim o'zgarmaydi. Freud olsa ham to'g'ri o'z qabul qilamiz, xato yilma xato ekan deb isbotlaymiz. Chunki har qanday nazariya xato bo'g'ichi to'g'ri. Har qanday bir nazariya xato bo'g'ichi to'g'ri. Shu uning degan gapi bilan cho'qim tuga qolmaydi. Shuning uchun ang to'g'riliq men mushunchalik gap qilaman. Endi yana birsi bu xonim shu anglag'uchilni kuldi, nimishqa kuldirdi deb menda. Mening bu psixikam, mening dars o'tish metodim shu. Har qanday odam kulib turadi, xushallab turadi. Bir kulish yamash menda. Ilmiy gap qilaylik bo'pti, ha? Ilmiy gap qilaylik. Kulish muhim. İnsan mingisida 100 dan ortiq natural drug var. Natural drug degan nima emas? Tabiiy dori. Bu 100 dan ortiq dorining o'zi kulish, xushallik ichida qo'zg'aladi. Insonni davolash ruhiga ega buning. Masalan, serotonin deylik. Odam kulgan vaqtda xushal bo'lganda serotonin degan narsa qo'zg'alib chiqadi. Bu serot bir qatim kulganda qo'zg'algan serotoninning miqdori 2 qop antidepressiya dorisiga bilan barobar. Antidepressiya dori degan hozir eng ig'irlatgan mal xomushlik kasalining davosi bu 2 qop yegan bilan o'xshash. Bir odamni kuldirish unchalik o'ng'ay emas. Xapqanmaq o'ng'ay. Bizga qiysoqlar hozir odam psixikasi nachar bo'lib ketadi. Kuldirish bir odamni kuldirish degan bu ajoyib katta ish bu. Payg'ambarimiz boshqalarga kulimsirish bir savob degan. Bir adam kulsa bo'lmam demda. Bu kuldirish degan yaxshi emas degani bu xato bo'libdi. Yoki bo'lmasa William Jamesning tajribasi bor. Odam xushal bo'lgan keyin kulamdi, kulgandan keyin xushallamdi deydigan. Va bu tajriba bor. Mening birinchi e'lon qilgan mening leksiyasimdan bor William James. Shunda obrazli qilib men bu tajribani deb bergan. Bo'lmasa boshqa qiziqadiganlik ko'rvas bulduq to'rdi bor birinchisi. Bakaliq. Bu kuldirish degan muhim narsa. Bizga kulga, xushallik nimish qolsa, odam kayfiyati xushallik ichida, kulgi ichida ondan xushal bo'lgan muhitni yaratadi. Ya bizning nurg'ulgan epizodda cho'lponlarimiz bor, oshilimi tirishib kuldiryotdi. Shulig'im desam bo'lmas, nimish kuldirislar haqlini. Desin. Ya tomoshabinning ko'ziga chirvosin, nimish kulsa deb. Bu kulish men nimish kulsa deyotgan gapda bir odamni. Kuls bo'lmadi. Men kulaman. Bütün dünyadagi odamni yig'lasam ham men bunda kulaman. Kulib, xushal yashalayman. Chunki men bilan yuqumlangan har qanday odam kuladi, xushal bo'ldi. Meni olaylikim shu. Meni nim keldimi? Hadi gap qilsam ular xushal. Chunki menda bir umidvorlik, xushal, yumrus tuyg'u bor. Bu mendagi ortiqchilik bu. Uni har qanday odam o'ng'aylikda yetildira oladigan ortiqchilik emas bu. Endi yani bir gap hamda men shundaq bir hayron cho'chib ketdim, ish ketdim. Qolishmaygan bolalar debdim. Millatlarning o'ziga bog'lan. Endi Zvida xonim
birinchidan muallim bu bir o'quvchini kalli ishlamaydi deyishning o'zi bir muallim axloq nuqtasi xato qo'yapti. Yakimiz psixolog, Zvida xanım, Pigmalion effektini biladi bo'lmasa, ya'ni bishorat berib qo'yash degan Pigmalion effektini. Bir inson ro'yining injini deb ta'riflayotgan muallimning sen döt, sen kalva deyishi bir balani inson ro'yining injineri emas, inson ro'yining qotiliga o'xshash bo'ladi. Sen kalva ve bir milletler üniversiteye o'tayotgan kalva olmaydi. Bir milletler üniversiteye balını kalva deyish, bir bütün milletni sen kalva deyotgan gap. Biz o'zimizni bir desek, boshqalarni ming deyishimiz kerak. Bizdan boshqa aqlli odam yo'qdek o'ylamasligimiz kerak. Ne aqlli odamlar var, ne bilimli odamlar var. Ular faqat so'zlamaganlik uchunlar men yomon o'xshayman, men bilimli o'xshayman deb qolsa bo'lmaydi. Ba'zi shunday deb o'ylaykancha, bu gap qilmasa bu bilmaydi. Men bilganni bilmaydi deb o'ylab qoldi ekan. Shunga bu gapning o'zi nima desa, xato. Aqlli balla u. Qarasangiz ko'zdan nur chiqib turadi. Hozir yosh balla ma cho'nglarga o'zining turmushliq o'xshamag'achqa mesela kiyim-kechaklar ko'zga sig'mayapti. Amaliyotda ulardagi ideya, ulardagi ko'z qarash qalni uchiq odam hayron qoladi. Buni bizning yaqinda Bejan suratga olgan istiqbol sahnasidan ko'rib olsa bo'ladi uning qanchalik aqlli ekanligini. Endi bu yerda Yusuf Hasajibning gibi var hamda. Men bu Yusuf Hasma mana shuni o'zi oldiroq salliqda men ikkinchi qismni kesgan vaqtda uchinchi qismda bor ekanda, men yozilgan narsaning hamsi ikki qismni ko'rganda ekan. Uchinchi qismda men dedim men Yusuf Hasajibni hurmatlayman. Hammani hurmatlayman. Siz tekshirib baqing. Uyg'urning ichida 95% bu 95 emas 98% bu kitob o'qib baqmagan. Yolg'on bo'lsa qilib baqsa bo'ladi. Mening dadam aroq kesh bo'lsa-mu kitap okumadım. Tuluksuzdan başlap bizning uyda mush kitap botdi. Mana men o'qigan. Yusuf Hasajibning o'zi ming shehiddan bir tirik a'lo degan. Men shu gapiniga varis qilyapman ro'y. Men bir ming shehiddan bir tirik a'lo, men tirik emasman deyman. Shu men mo'yin bu xato emas bu. Men har qanday bir tirik inson o'lekdan mo'yin bo'ladi. Ming shehiddan. O'zi dedi Yusuf Hasajib. Bu o'zi degan gap emasmi bu? Bu ko'z gilmaga shu. Men hurmatlayapman, eng hurmatlayapman. Nimishqa men ruhi varislik qilyapman. Yusuf Hasajib tirilib shu kelib qolsa, ardochi oldi, men olib qolsa, tunimaydi jima haqani. Yusuf Hasajib rosta tirib men olib qolsa, birinchilab men bilan ko'rishadi. Men bilan, eli ma'lum bilan ko'rishadi. Chunki men undaq ruhi varis qilyapman. Men shu. Ma'u bir hadise vardı fikrim. Sintoksik ve katatoksik dediğim bir hadise. Bu qanday narsanız odatda şu bir qism odamlarga yemeklik cho'manda. Yemeklik aksilik reaksiya yurdi. Masalan, banan deymiz, andan rak, shava va yedigan rak. Rak deymiz, bunday narsani yesa badaniga reaksiya qiladi. Bu hadis qanday hadise desa, badan bu xil yemekliklarni yeb buni yemeklikni xato tarjim qilib zahar deb o'ylab olgan vaqtda dal zaharga qaytiradigan inkasni yemeklikka qaytirdi. Biz buni sintoksik hodisa deymiz. Tushunamsiz ya? Yemeklikni yeyatib zahar deb o'ylab qilib anicho badan ananga zaharga o'xshash inkas qaytirdi. Demak, mening gapimga ba'zi odam bunda odam mingda bir chiqadi-chu. Banan reaksiya qilgan odam şu mingda bir chiqadi. 999 odam meni banan kende xushal deb yeyavsa leksiyani. Mingda bir odam bu zahar deb ananga sintoksiklik mandaq reaksiya bildirayotgan masala bormi? Men birlik kirdim, 2,5 soatlik leksiya u. Mana men degan notiqmi bir kirib 2,5 soat ash balini ashunda holatda jalb qilish, o'ziga tortish degan bir talant u. Unchalar o'ng'ay ish emas. Damammidim. Boshdan oxir so'zlayotgan. Bunda vaqtda men bir gapni deb dal joyga tushganlik uchun o gap, namratlik jinoyat, sening namrat oila to'g'lini, sening xatoliging emas, ammo namrat o'lib ketishing sening xatoliging degan gapni deb vash kelayotgan yerda men buni belga oid degan. Amniyat uni belga oid degan gap emas bu. Undan burun Trump degan, aqsashnas Trump, Kiyosaki degan, Kiyosaki. Endi
Hechki agar rost kimning gapi deyish kelsa, Trumpning deyish to'g'ri keldi. Trump uni belgi aytdi burun degan. Yoki bo'lmasam men aqliy bilimiga o'rmak qilmagan bo'lsam, kechirim so'ray belgi aytdi. Telefon numarini topib. Yoki bumi bo'lmaydi, bankining kartasini evet teppasin yardımlaşmaya pul sep koyma, paken tüleymen mesma. Mesul yok mende. Kartasının numarını bana alakası teppasi ama tordu bazı alakası var ademle. Men pul sep koyman mes urup koyum kapım bana makipinizde men milletler üniversite işitip saptı mı? Bilmey. Bilim hukukunuzga eğer nim kıttı mı kapım bana desem bulu demez mi? Şu an bu kattiyle putdeslep turdan yepmemez paymen. O hoş oldu yazsak. Men nurg'un 2 metrni qilaman. Nurg'un odam ishlatadi, bolalarga madad berishni ishlatadi bu gaplarni. Men xush olaman, bilim huquqim ko'rmoqman demayman. Men yozmadim ya, men dedim demedim. Men gapning ichiga kelayotgan vaqtda natiq deganda hissiyot bilan so'zlaymiz. Yodlamaymiz biz mana. Hissiyot bilan, eng aktiv ro'y holat bilan so'zlagan ekan, hissiyot hayajon ichida gaplar shunda keladi. Bu qobiliyatim inshaalloh o'ng'ay qobiliyat emas amaliyat. Undak. Еріп чарчығанда, чаңқығанда, тамақтан кейін көңіл пәкәт абида сода сүйіні тартыды. Әқиқи өзіңізге тәбә болған жүзқұллықны абида соda сүйден тепін. Шерін тәмлік, yüreklerini yaşatқычы abide soda suyu. Canның huzuri. Taşkın, 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 taşkın. Nima taşıdı? Sağlamlik, kuch-quvvat, go'zallik, aql-farosat toshadi-da. Bu yaxshi gap. Nima ishga taşıdı o'zi? Albatta, toshqin oqsuv to'lqinlari bo'lganiga toshadi-da. Taşkın, 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 taşkın. Taşkın, taşkın. Muhiti sağ, tabiiy yeşillik, Qorg'as Ehson maychilik zavodi. Germaniyaning ilg'or texnikasi, xalqarada oldin qo'rindagi may ayrish chekkilash oqma liniyasi, 36 ming kvadrat metrlik zo'r ko'lam, yurishlangan ishlab chiqarish, kundilik 50 tonna saviyadagi avtomatik qo'chilash, yillik 12 ming tonna may chekkilash saviyasi, tabiiyligi saqlangan, sutiga, tarkibiga, quvvatiga kapolatlik qilingan yuqori sifatli, ishonchli, sog'lom mahsulot Ehson maylari. Amma ular bu qitim xato daraxtdan birini g'ajilab qo'ydi. Ma daraxtni g'ajilaydiganlarning tishi sunib ketadi. Tutqanlarning qo'li uzilib ketadi. Ko'zlari ko'rulab ketadi. Quloqlar gaz ulab ketadi. Shu ma daraxtni g'ajilash uchun odatdagidek odat tish kerak emas. O inkasla bir ahli tenkasli ekan, uni Jademni yazganım şıkır kürep bölemez hem onca qanchalik bizden bölüdü. Men tofudan 9 ay ötep ketgandim. İngiliz öğrengelli bölüdü. Tek Jungoda marikotun tek buzgalı yok bütün Jungoda. Tor dunyosidagi eng yaxshi boshlamchimiz Misronim Torbekdi. Misronim